Burun zamanda bor edi de yetimgina o'sgan bir yigit. Bu yigit osh edi, to'q edi, yalang'och edi. Bor edi de bu yigitning ikki uyi. Onun birsi kishiniki, ikkinchisi ko'rshiniki de. Uyning mishi Galanskiy, uy tubasi Salamskiy. Salam bilan muklangan, muk bilan tiratgan edi de. Onun uyi. Kunlardan bir kunni mana shusha yigit ish izlarga deb shitga chiqib keta. Kun keta bu, tun keta. Shulay bora turg'ach borib jita bu oshliq shashib yuri turgan bir kishi yonina. Yigit ayta: "Ishlaring o'ng bo'lsin, o'ng'ishlaring mo'l bo'lsin, obzi kishi." "Shulay bo'lsin, o'g'lim", deydi kishi. Oshliq shashushi yo'lchi yigitdan so'rasha boshlaydi. "Qo'yan kelasing? Qo'y yerlarga borasan?" Yigit: "Ish izlarga chiqdim, obzi kishi." Shundan so'ng oshliq shashushi kishi aytdi: "Yarar yigit. Ish kishisining ishda, yo'l kishisining yo'lda bo'luvi yaxshi. O'ylana borsang, yo'ling qisqaroq bo'lar. Men senga bir-ikki hikmatli so'z aytayim. Javobin o'ylab topa olsang, kelib aytirsin", de. "Yarar obzi", deydi yigit. "Aytib qara." Tigi kishi tubalini osib, oshliq shasharga tutinar. Uch tutirib oshliq oladi, shashib jibara. "Mana bir topqir shashdim. Bo'lsa burishimni to'larga bo'lar." Ikkinchi martaba sibib jibaradi. "Mana bunisi burishqa berib turuvim." Shundan uchinchi topqir shashib jibaradi. "Bunisi qadrli qo'noqlarim uchun." Yigit o'yga qolar. "Bu narsa bo'lar ekan." "Yarar obzi", deydi yigit. "Sen menga birozgina o'ylarga ber." "O'yla, o'g'lim", deydi shashushi obzi. Shulay deydi bu kishi oshlig'in shashib ketadi. Uzoqda o'tmay, aylanib kelib jita yigit yonina. "Ya, nihal o'g'lim, biror narsa chiqami?" "Obzi kishi", deydi yigit. "Sening so'ng ota-onalaring bormi?" "Bor." "Sen yosh vaqtda ular seni tarbiyalagandir bit?" "Tarbiyaladilar." "Olaysa, birinchi shashkaning ularni tarbiyalash uchun bo'ldi." "Durust aytasan, o'g'lim. Birinchisin shulay burishimni to'lar uchun shashdim." "Obzi, sening bolalaring bormi?" "Bor." "Olay bo'lg'ach, ikkinchi topqir shashkaning shindan da burishqa berib turib bo'lar. Hozirga sen bolalaringni tarbiyalaysan, oshatasan, ishirtasan, ular senga burishli bo'lib qolalar." "Bo'lsa-da bek durust aytding." "Obzi, sening qizlaring bormi?" "Bor." "Ular sening qadrli qo'noqlaring kabikkina bi. O'sib jitu bilan sendan ketashaklar", deydi yigit. "Uchinchi topqir shashkaning ana shul qadrli qo'noqlaring uchun bo'ldi." "Bek durust aytasan. Topqir yigit ekansan. Bu zirakliging bilan yiroq ketarsan sen", deb oshliq shashushi kishi yigitni bek maqtadi. Ham unga fotihasan berdi.